Yolg'on. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2-qism. Yolg'on ibodatlarga futur yetkazadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni qo'ymasa, uning taomi va sharobini tark qilishiga Allohning ehtiyoji yo'q dedilar. Beshovlaridan faqat Muslim rivoyat qilmagan. Islom dini va ta'limoti bo'yicha musulmon inson doimo tilini yomon so'zlardan, behuda gaplardan tiymog'i lozim. Ro'zador musulmon uchun esa bu ta'kid yana ham kuchli bo'ladi. Ulamolarimiz ushbu hadisdan yolg'on gapirishga g'iybatchilik, chaqimchilik, ig'vo va bo'xtonlar shuningdek Alloh taoloning va uning rasulining noroziligiga sabab bo'ladigan har bir ish kirishini ta'kidlaydilar. Demak, ro'za tutgan odam uning nafaqat taom va sharobidan, balki nomaqbul gap so'z va ishlaridan ham tiymog'i lozim. Zotan o'zini taom va sharobdan tiyib turib, yolg'on, ig'vo, chaqimchilik, g'iybat, bo'xton so'zlarni gapiraverishdan, noshariy ishlarni qilaverishdan nima foyda bor? Yoki uning och qolib chanqaganiga Allohning ehtiyoji bormi? Afsuski, hayotimizda bu haqiqatni unutib qo'yamiz. Ichimizda ro'zani tutib olib, kun bo'yi behuda gap so'zlar, ishlar bilan mashg'ul bo'ladiganlar, hatto musulmonlarni ustidan g'iybat, chaqimchilik, bo'xton qiladiganlar yo'q emas. Musulmon odam yolg'on so'z va unga amal qilish ro'zasini savobini butunlay ketkazishini hech qachon unutmasligi lozim. Shu o'rinda din bo'yicha bosim ko'tarilib, odamlar o'z ixtiyorlari bilan islomga qaytayotgan paytda bo'lib o'tgan bir hodisa yodga tushadi. Oliy o'quv yurtlarida uzoq vaqt rahbar lavozimida ishlab kelgan ilmiy unvon sohibi bo'lmish bir kishi Ramazondan keyin ham ro'za tutish lozimligini qayta-qayta takrorlar. Ulamolardan qaysi kunlarda qanday ro'za tutilishini tushuntirib berishlarini so'rar edi. U kishidan nima uchun bu masalaga qiziqib qolganini so'radilar. Ochig'ini aytsam, bu yil birinchi marta to'liq ro'za tutdim, dedi u. Va o'z gapida davom etib, quyidagilarni aytdi. Ro'zaning foydasi juda ham ko'p ekan. Buni men o'z tajribamda his qildim. Ibodat, taqvo, sog'lik masalasida gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi ma'lum. Ro'zani odamlar bilan bo'ladigan muomalada foydasi ko'p ekan. Ilgarilari ish bitirish uchun yolg'on yashiqni gapiraverardik. Ro'za tutgan odam esa yolg'on gapira olmay qolar ekan. Hatto bir og'iz ham yolg'on gapirmay qo'ydim. Rosa yolg'on gapirib ish bitirib ketish payti kelganida ham ro'za og'zim bilan yolg'on gapiramanmi deb o'zimni to'xtatib qolyapman. Menimcha Ramazondan keyin ham vaqti bilan ro'za tutib turilsa, shu holatni saqlab qolishga yordam bersa kerak. Ha, bu gaplarda jon bor edi. Bu narsaga alohida e'tibor berish kerak. Diniy ilmlardan uzoq, lekin dunyoviy fanlar bo'yicha ilmiy unvoni bor kishi bir oy ro'za tutib shunchalik holatga kelgan bo'lsa, demak mutaxassis ulamolar ro'za borasida rejali ilmiy izlanishlar olib borsalar, bundan ham samarali natijalar chiqishi turgan gap. Darvoqe, islom shariatida nafl ibodatlar qatorida nafl ro'za ham joriy qilingan. Albatta, bu bejiz emas. Haftaning dushanba va payshanba kunlari, har oyning 3 oydin kunlari, Ashuro kuni, Zulhijjaning 1-9 kunlari, Shabon va Shavvol oylarida ro'za tutish shular jumlasidandir. Islomda ushbu kunlarda ro'za tutish farz qilinmagan bo'lsa-da, shunga targ'ib qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kunlarda ro'za tutishni sunnat qilganlar. Yolg'on gunohi kabiradir. Gunoh kabira katta gunoh degan ma'noni anglatadi. Gunoh kabira uni qilgan odamga Qur'on yoki hadisda do'zaxga kirish tayin qilingan gunohlar. Shariatda hadni joriy etishni taqozo qiladigan gunohlar Alloh taolo man qilgan har bir ish, Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, ota-onaga oq bo'lish, zino, o'g'rilik, aroqxo'rlik, yolg'on gapirish kabi gunoh kabiralardir. Abdurrahmon ibn Abu Bakrdan
U otasi roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta sizlarga gunohi kabiralarning eng kattalarini aytaymi dedilar. Ha ey Allohning rasuli deyishdi. Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish dedilar. So'ng yonboshlab yotgan edilar, o'tirib oldilar va ogoh bo'linglar va yolg'on gap dedilar. Bu gapni qayta-qayta takrorlayverdilar. Hatto sukut qilsaydilar dedim. Buxoriy rivoyat qilgan. Demak, kishi Allohga shirk keltirishdan qanchalik qo'rqsa, ota-onaga oq bo'lishdan ham shunchalik qo'rqishi va yolg'on gap, to'qima bo'xtonlardan ham shunchalik darajada ehtiyot bo'lishi lozim ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda eng katta gunohlar haqida xabar bermoqdalar. Ana shu 3 ta katta gunohni biri yolg'on gap ekan. Imron ibn Husayndan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zino, aroqxo'rlik, o'g'rilik haqida nima deysizlar dedilar. Alloh va uning rasuli biluvchi dedik. Bular fahsh ishlardir. Ularning uqubati bor. Sizlarga gunohi kabiraning kattasini aytib beraymi? Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lish dedilar-da, yonboshlab yotgan edilar, o'rinlaridan turib o'tirdilar va yolg'on gap aytish dedilar. Bu yerda Allohga shirk keltirishdek hech kechirib bo'lmas bir gunohi azimdan keyingi o'rinda ota-onaga oq bo'lish ham gunohi kabira ekani ta'kidlab keltirilgan. Bu ikki gunohi bayon qilinayotganlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam yonboshlab yotgan bo'ladilar. 3-gunoh yolg'onni aytishdan oldin o'rinlaridan turib o'tiradilar va yolg'on gap aytish dedilar. Bu esa yolg'on o'zidan avvalgi 2 gunohi kabiradan ham kattaroq ekanini ko'rsatadi. Har bir mo'min musulmon uchun Alloh taologa shirk keltirish qanchalik qo'rqinchli ish bo'lsa, ota-onaga oq bo'lish qanchalik qo'rqinchli ish bo'lsa, yolg'on gapirish ham xuddi shunday qo'rqadigan ish bo'lishi kerak ekan. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar: zino, aroqxo'rlik va o'g'rilik fahsh ishlardan bo'lib, ularning uqubati borligi. Alloh taologa shirk keltirish katta gunohlarning kattasi ekani. Ota-onaga oq bo'lish katta gunohlarning kattasi ekani. Yolg'on gap aytish katta gunohlarning kattasi ekani. Yolg'on Allohning huzurida kazzob deb yozilish sababidir. Kazzob so'zi kozib, yolg'onchi so'zini mubolag'asi, siyg'asidir. Ya'ni o'ta yolg'onchi degan ma'noni anglatadi. Abdullohdan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sizlar rostgo'ylikni lozim tutinglar. Chunki rostgo'ylik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik esa jannatga boshlaydi. Kishi rost gapiraversa va rostgo'ylikni istashda bardavom bo'laversa, Allohning huzurida siddiqlardan deb yoziladi. Sizlar yolg'ondan hazir bo'linglar, chunki yolg'on fujurga boshlaydi. Fujur esa do'zaxga boshlaydi. Kishi yolg'on gapiraversa va yolg'onchilikni istashda bardavom bo'laversa, Allohning huzurida kazzoblardan deb yoziladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisi shariflarda rostgo'ylik va yolg'onchilikni taqqoslab bayon qilib bermoqdalar. Jannatiy bo'laman degan odam rostgo'y bo'lishi kerak ekan. Rostgo'ylik uni yaxshilikka, yaxshilik esa jannatga boshlaydi. Mo'min banda yolg'onga yaqin kelmasligi, doimo rostgo'ylikni o'ziga lozim tutishi kerak. Chunki bu ish jannatga olib boradigan omillardan biridir. Yolg'onchilik esa fisq-u fujurga boshlar ekan. Oxir oqibat bandani do'zaxga kirishiga sabab bo'ladigan omillardan biriga aylanar ekan. Bu xulosani doimo esimizda saqlashimiz lozim. Zotan Alloh taoloning huzurida kazzoblardan deb yozilib qolish har bir banda uchun cheksiz musibatdir. Folbinlar, yolg'onchilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning zavjalari Oyshadan rivoyat qilinadi. Odamlar Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan folbinlar haqida so'rashdi. U zot ularga, ular hech narsa emas dedilar. Shunda ular, ey Allohning rasuli, lekin bir narsani gapirsalar haq ham bo'ladimi deyishdi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam
To'g'risi bir og'iz so'z bo'ladi. Shayton olib qochib, o'z og'aynisi folbinning qulog'iga tovuq qaqahlagandek qilib qaqahlab aytib ketadi. Bas, o'sha bitta to'g'riga ular 100 ta yolg'onni qo'shadilar, dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari bu gaplarning hech qisi yo'q emas, balki ular hech narsaga arzimaydilar, ular haq emas degan ma'nodadir. Demak, ba'zi folbinlarning biror gapi rost chiqib qolsa, bu tasodif bo'lar ekan. U ham bo'lsa shayton o'g'irlab kelib aytgan gap bo'lib, yonida juda ko'p yolg'onni bo'lar ekan. Folbinlar esa shaytonning og'aynilari, malaylari ekan. Shuning uchun ham folbinlarga ishonish e'tiqodni buzilishiga, dunyo va oxiratni boy berishga sabab bo'lar ekan. Eshitganini surishtirmay gapirayotgan yolg'onchidir. Alloh taolo Hujurot surasida marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, agar fosiq xabar keltirilsa, aniqlab ko'ringlar. Bilmasdan bir qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilganingizga nadomat chekuvchi bo'lmanglar. 6-oyat. Kelinglar oyat karimani chuqurroq tushunish uchun avval uning nuzuli sababini o'rganaylik. Imom Ahmad ibn Hanbal o'zlarining Musnad kitobida Ummul Mu'minning Juvayriya bintu Xoris roziyallohu anhuni otalari Bannu Mustalah qavmi podshosi Xoris ibn Abi Ziror Huzoriy roziyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, u kishi debdilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borganimda, u kishi meni islomga da'vat qildilar. Men islomga kirdim va iqror bo'ldim. So'ngra meni zakotga chaqirdilar. Unga ham iqror bo'ldim. So'ngra ey Allohning rasuli, ruxsat bersangiz, borib qavmimni islomga va zakot berishga chaqirsam, kim ko'nsa zakotlarini jamlab qo'ysam, falon vaqtda bir vakil yuborsangiz, men jamlangan zakotlarni olib kelsa dedim. So'ngra Xoris roziyallohu anhu o'ziga ergashganlarning zakotini jamlab qo'yib kutdi. Nabiy alayhissalom vakil yuborishlari lozim bo'lgan vaqt keldi, lekin vakil kelmadi. Xoris mendan Allohning va nabiysining achchig'i chiqdi shekilli deb gumon qildi va o'z qavmining ayonlarini jamlab, Rasululloh menga vakil yuborish uchun vaqt belgilagan edilar. Vakil kelib mendagi zakotni olishi kerak edi. Rasululloh va'daga xilof qilmaydilar. Vakillarining ushlanib qolishini achchiqlari chiqqanligidan deb bilaman. Kelinglar o'zimiz Rasulullohning huzurlariga boraylik dedi. Bu orada Rasululloh alayhissalom Valid ibn Uqba ismli kishini Xorisni oldiga zakotni olib kelish uchun vakil qilib yuborgan edilar. Ammo Valid bir joyga yetib, negadir qo'rqib orqaga qaytdi va Rasulullohning huzurlariga kelib: Ey Allohning rasuli, Xoris zakotni bermasdan meni o'ldirmoqchi bo'ldi dedi. Nabiy alayhissalomning g'azablari chiqdi va Xorisga guruh yubordilar. Yuborilgan kishilar endi Madinai Munavvaradan chiqqan edilar. Oldilaridan Xoris roziyallohu anhu odamlari bilan chiqib qoldilar. Yuborilganlar ana Xorisning o'zi kelyapti dedilar. Xoris roziyallohu anhu yaqinlashib kelib, kimga yuborildingiz deb so'radilar ular. Senga deyishdi u kishi. Nima uchun dedilar. Ular Rasululloh alayhissalom senga Valid ibn Uqbani yuborgan edilar. Uning aytishicha, sen unga zakotni bermay uni o'ldirmoqchi bo'libsan dedilar. Shunda Xoris roziyallohu anhu: Yo'q, Muhammad alayhissalomni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, uni hech ko'rganim yo'q va u mening oldimga kelgani ham yo'q dedilar. Xoris roziyallohu anhu Nabiy alayhissalomni oldilariga kirgan edilar. U zoti sharif: zakotni bermay vakilimni o'ldirmoqchi bo'ldingmi dedilar. Xoris roziyallohu anhu: yo'q, sizni haq bilgan yuborgan zotga qasamki, uni ko'rmadim va u mening oldimga kelgani ham yo'q. Mening oldimga Rasulullohning vakili bormagani uchun Allohning va uning rasulining mendan achchig'i chiqmadimi ekan deb bu yerga o'zim keldim xolos dedilar. Shu payt: ey iymon keltirganlar, agar fosiq xabar keltirilsa aniqlab ko'ringlar oyati nozil bo'ldi. Imom Ahmad ibn Hanbalni rivoyatlari shu yerda tugaydi. Mazkur rivoyatda kishini ajablantiradigan holatlardan biri Rasulullohning vakillari Valid ibn Uqbani aytilgan
yerga bormagani, qo'rqib orqaga qaytib kelib yolg'on so'zlashidir. Odatda sahobiylardan bunday ish sodir bo'lishi amri mahol. Bu haqida avvaliga ulamolar ham ko'p fikr yuritganlar, turli mulohazalarni bildirganlar. Lekin qissani yaxshilab o'rganib chiqsak, ajablanishimizga o'rin qolmaydi deb o'ylayman. Nega Rasulullohni vakillari kelmayapti deb tashvishlanib, qavmi bilan o'zi borishga ahd qilgan Xoris ibn Abu Ziror Xuzoriy roziyallohu anhu ot ulovni hozirlab, kiyinib, qurollanib yo'lga chiqmoqchi bo'lib turganlarida Valid roziyallohu anhu bu holni uzoqdan ko'rib yoki birovdan eshitib, bular dindan qaytishgan ekan, bilmabmiz-da, mana qurollanib chiqishyapti-ku deb qo'rqqan bo'lishi turgan gap. U orqasiga qaytgan. Xoris roziyallohu anhu ham o'z yo'llarida davom etganlar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz yuborgan ikkinchi guruh Madinai Munavvaradan chiqar-chiqmas ular yetib kelishgan. Bu oyat karima musulmonlar hayotidagi eng muhim masalani mulohaza qiladi. U ham bo'lsa xabarni qabul qilishi masalasi. Agar xabar Allohni va Nabiy alayhissalomdan bo'lsa, so'zsiz qabul qilish vojibdir. Qabul qilmaganlar gunohkori azam kofir bo'ladilar. Endi odamlardan xabar qabul qilishga kelsak, bu bir necha turga bo'linadi. Avvalo, xabarchi dinda so'zida o'ta ishonchli kishi bo'lsa, uning xabari qabul qilinadi. Xabarchi fosiq bo'lsa, ya'ni umrida biror marta yolg'on gapirgan, shariat hukmlaridan birortasiga biror marta amal qilmagan bo'lsa yoki uning ishonchli ishonchsizligi ma'lum bo'lmasa, deylikki notanish odam yoki xabari sinab ko'rilmagan kimsa bo'lsa va hokazo, uning xabari tekshirilmay turib qabul qilinmaydi. Boshqa ishonchli manbalarda xabarning to'g'riligi sobit bo'lsagina qabul qilinadi. Ey iymon keltirganlar, agar fosiq xabar keltirsa, aniqlab ko'ringlar, bilmasdan bir qavmga musibat yetkazib qo'yib qilganingizga nadomat chekuvchi bo'lmanglar. Ushbu sura-i karimada Alloh taolo mu'min musulmonlarga xitob qilib, 3-marta ey iymon keltirganlar demoqda. Demak, ular uchun juda ham muhim bo'lgan bir xabarni yetkazmoqchi. Agar fosiq xabar keltirsa, aniqlab ko'ringlar. Oyat karimada Alloh taolo fosiq xabar keltirsa, aniqlab, xabarni sobitligini tekshirib ko'rishga amr qilmoqda. Allohning amriga bo'ysunish vojib. Afsuski, musulmonlar ushbu oyatga amal qilmaganlari oqibatida katta musibatlarga duchor bo'lmoqdalar. Bir xabarni eshitish bilanoq surishtirmay biror ish qilinsa, keyin xabarning yolg'onligi yoki xatoligi ayon bo'lsa, haqiqatan afsus nadomatga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo bilmasdan bir qavmga musibat yetkazib qo'yib qilganingizga nadomat chekuvchi bo'lmanglar demoqda. Nadomat afsuslanishdir. Afsuslanish bo'lganda ham doimiy bardavom afsuslanishdir. Misol uchun, sababi nuzuldagi hodisani olsak, agar Validning gapiga ishonib surishtirmasdan, aniqlamasdan turib kofir bo'libdi deb Xoris o'ldirib qo'yilganida, haqiqatni bilgandan so'ng hamma doimiy nadomatda qolgan bo'lar edi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: bir kishini yolg'onchi bo'lishi uchun eshitgan narsasini gapiraverishi kifoya qiladi. Muslim rivoyat qilgan. Har kimda eshitgan narsasini gapiravergan kishining yolg'onchi bo'lishi turgan gap ekan. Chunki odamlar har xil gapni gapirishi mumkin. Shuning uchun bir gapni eshitgan odam avval o'sha gapni to'g'riligini tekshirib, to'g'ri bo'lsa gapirishi, noto'g'ri bo'lsa gapirmasligi kerak. Aks holda yolg'onchi bo'lib qolishi mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, hayotimizda eshitgan gapni surishtirmay gapirish keng tarqalgan. Ko'pchiligimiz eshitgan gapimizni rost yoki yolg'onligini surishtirmay, tezroq odamlarga tarqatishga shoshilamiz. Ammo haligi gap tagi yo'q, puch va yolg'on gap ekani tezda ayon bo'ladi. Shu bilan yolg'onni jamiyatga tarqalishiga hissa qo'shgan yolg'onchilardan bo'lib qolamiz. Gunohga sherik bo'lamiz. Yolg'onni hadis degan do'zaxiydir. Usayd ibn Abu Usayddan u onasidan rivoyat qiladi. Abu Qatotaga: senga nima bo'lgan o'zi?
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis aytgan odamlarga o'xshab hadis aytmaysan dedim. Abu Qatoda: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kim menga nisbatan yolg'on to'qisa, o'zini yonboshi uchun do'zaxdan yonboshlaydigan joyini oson bo'lganini bilaversin deganlarini eshitdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni ayta turib, yerni qo'llari bilan siladilar, dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmagan narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar deb gapirgan odam o'ziga do'zaxdan joy tayyorlab qo'ygan bo'lar ekan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomlaridan gapirilgan har bir so'z jiddiy dalil, hujjat bo'ladi. Iymon e'tiqodga, shariatga, amalga, ibodatga, halol haromga aniqlik kiritadi. Shu ma'noda nihoyatda ehtiyot bo'lish zarur bo'ladi. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lganligi haqiqat sifatida yuzaga chiqqan hadislardagina ularning roviylarini, ularni to'plagan imomlarini ismlarini aytib, hadis ekanligini isbot qilib gapirish mumkin. Bilib bilmay o'z fikrini qo'llab-quvvatlash uchun, kimlargadir yaxshi ko'rinish uchun, biror maqsadga erishish uchun yo'q narsani hadis deb gapirgan kishilar do'zaxiy bo'lishlari aniq ekan. Bu qoidani juda yaxshi yodda saqlab qolishimiz va hadis deb har turli narsalarni gapiravermasligimiz kerak. Faqat aniq ishonch hosil qilgandan so'ng, rivoyatni hadis ekanligini bilgandan so'ng iloji bo'lsa, hech bo'lmaganda roviylardan oxirgi xalqqa sahobiyni bilib, o'sha sahobiydan rivoyat qilgan hadis imomlarini aniqlagandan keyingina aytish, yozish yoki o'qish kerak bo'ladi. Bu juda ham nozik narsa bo'lib, mo'min musulmonlar qadimda bunga katta e'tibor berishgan. Ulamolarimiz jon fido qilib hadislarni daxlsiz, buzilmay saqlanib qolishi uchun qo'llaridan kelgan barcha ishlarni qilganlar. Ular yolg'onchiligi isbotlangan ba'zi kimsalarni fosh qilib, ularni ruhiyatini tuzib, hammaga e'lon qilib sharmandalarini chiqarib kelishgan. Hadislarga nisbatan bunday e'tibor bizda ham yo'lga qo'yilishi lozim. Qasamidan tongan o'ta yolg'onchidir. Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Qasamiga xilof qilgan ashaddiy yolg'onchidir. Salom berishga baxillik qilgan ashaddiy baxildir. Namozdan o'g'irlagan ashaddiy o'g'ridir. Ichgan qasamidan tongan kishi yolg'onchilarning eng tubani bo'lar ekan. Baxillarning eng tubani esa salomga ham baxillik qilgan kishi bo'lar ekan. Namozni rukularini chala qiladigan kimsa xuddi namozdan biror narsani o'g'irlab qolgandek bo'lar ekan va shuning uchun ham u o'g'rilarning eng tubani hisoblanar ekan. Demak, mo'min musulmonlarning eng muhim xislatlaridan biri qasam ichmaslik, agar ichsa unga qat'iy amal qilish. Tanigan tanimagan kishilarga salom berish, avvalroq salom berishga harakat qilish. Salomga baxillik qilmaslik bo'lishi kerak ekan. Xususan, salomni avval berishga intilish sunnat hisoblanadi. Sahobalar ataylab payt poylab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan avval salom berishga harchang urinsalar ham buning uddasidan chiqa olmagan ekanlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam har safar boshqalardan avval salom berib qo'yar ekanlar. Namoz mo'min musulmonlarning eng go'zal ibodatlaridan biridir. Shunday ibodatni biror rukuni chala qilib, undan biror narsani o'g'irlagan kishi o'g'rilarning eng pastkashi, eng tubani bo'lar ekan. Demak, namozning rukunlarini shoshilmasdan o'z o'rniga qo'yib ado qilish lozim. Ko'rmagan tushini ko'rdim degan yolg'onchidir. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kim o'zi ko'rmagan tushini ko'rdim deb aytsa, undan 2 arpa donini bir-biriga ulash talab qilinadi. U buni hech ham qila olmaydi dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Ko'rmagan tushini ko'rdim deb aytadigan odam qiyomat kuni hijolatda qolar ekan. O'sha dahshatli kunda undan qo'lidan kelmaydigan ishni qilish talab etilar ekan.
Kim o'zi ko'rmagan tushni ko'rdim deb aytsa, undan 2 ta arpa donini bir-biriga ulash talab qilinadi. U buni hech ham qila olmaydi. Albatta, arpa doni juda ham kichkina va bir-birini biriga ulab bo'lmaydigan narsa ekanligi hammaga ma'lum. Bu dunyoda yo'q narsani bir-biriga ulab, tush qilib aytgan odam oxiratda o'sha ishni o'xshashini qilishga majbur etiladi va uni qila olmay qiynalar ekan. Oxiratda ana shunday noqulay holda qolmaslik uchun bu dunyoda yo'q tushni yolg'ondan to'kib aytmaslik kerak ekan. Yolg'on eng yomon xulqdir. Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun yolg'ondan ko'ra yomonroq xulq yo'q edi. Agar biror kishini sal bo'lsa ham yolg'onchi ekanini bilib qolsalar, o'sha odam tavba qilmagunicha qalblaridan chiqmas edi. Ahmad va Bazzor rivoyat qilishgan. Bu hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yolg'onchiga bo'lgan munosabatlari haqida so'z ketmoqda. U zot alayhissalomning nazdlarida yolg'ondan ko'ra yomonroq xulqi yo'q edi. U zot alayhissalom arzimagan yolg'on so'z aytgan odamdan ham o'sha odam tavba qilmagunicha rozi bo'lmay yurar ekanlar. Demak, Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning ummatiman, u zotni shafaatlaridan umidvorman degan mo'min banda arzimagan narsada ham yolg'on gapirmasligi, bilib bilmay yolg'onchilik qilib qo'ygan kishi darhol tavbaga shoshilishi kerak. Jamiyatning har bir a'zosi yolg'onchilarga nisbatan murosasiz kurash olib borishda o'z hissasini qo'shishga harakat qilishi lozim. Yolg'on rizqni kamaytiradi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota-onaga yaxshilik qilish umrini ziyoda qiladi. Yolg'on rizqni kamaytiradi. Duo qazoni qaytaradi dedilar. Daylami rivoyat qilgan. Ushbu hadisda yolg'onni bu dunyodagi zararlaridan biri rizqni kamaytirishi zikr qilinyapti. Demak, Alloh taolo yolg'onchi kishini uyidan, korxona boshlig'ini korxonasidan, yolg'onchi podshohni yurtidan barakani ko'taradi. Rizqlarni qisqartirib qo'yadi. Ushbu haqiqatni bugungi kun tajribasida ham ko'rib turibmiz. Yolg'onchiligi bilan tanilgan nusxalarning hayotiga nazar solsangiz, rizqi qisqaligini ko'rasiz. Ular o'zlarini yolg'onchilik sifatida ularga bu dunyo va oxirat yaxshilik keltirmasligini teran anglab yetishlari kerak. Jumladan bu dunyoda rizqlari tor bo'lib, to'plaganlari barakasiz bo'lib duch kelgandan qarz so'rab yurishlari bejiz emasligini tushunishlari lozim. Demak, bu dunyoyu u dunyoning baxtiga erishmoqchi va ikki dunyoni azob uqubatidan, sharmandaligidan qutulmoqchi bo'lsak, rizqimizni keng va serob bo'lishini istasak, yolg'ondan qutulishimiz lozim ekan. Bu ishda kattayu kichik, erkak-yu ayol, fuqaro-yu amaldor, shohu gado barobar harakat qilmog'i lozim. Ana shundagina yaxshilikdan umid qilsak bo'ladi. Alloh taolo barchamizni yolg'onchilikdan va yolg'onchilarni kasridan o'zi asrasin. Amin. Odamlarni kuldirish uchun ham yolg'on gapirish mumkin emas. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Ey Allohning rasuli, siz biz bilan hazil mutoyiba qilasiz-ku deyishdi. Men haqdan boshqani gapirmayman dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Ya'ni to'g'ri hazil mutoyiba qilaman, biroq o'sha hazilim ham faqat haq bo'ladi. Nohaq gapni gapirmayman deganlar. Demak, hazil mutoyiba shariatimizda bor ekan. Biroq kuldiraman deb hazil ekan deb yolg'on, nohaq bo'lmag'ur gaplarni gapirib bo'lmaydi. Musulmonchilikdagi hazil ham haqiqatga asoslangan bo'lishi kerak. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga ulov so'rab keldi. Shunda u zot, "Bo'pti, seni tuyani bolasiga mindirib qo'yamiz" dedilar. "Tuyaning bolasini nima qilaman?" dedi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Axir tuyani tug'adimi?" dedilar.
Buxoriy rivoyat qilgan. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda nozik uslub ila hazillashganlar. Ulov so'ragan kishiga katta tuya bermoqchi bo'lganlar, lekin berishdan avval senga tuyani bolasini beraman deganlar. U kishi tuyani bolasi deganda bu taloqni tushunib uni nima qilaman deb hayron bo'lganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axir katta tuya ham tuyani bolasi bo'ladi-ku degan ma'noda gap aytganlar. Ko'rib turibmizki, bu gap haqiqatdan chetlashmagan hazil bo'lgan. Katta yoshli tuya ham albatta tuyani bolasi bo'ladi. Biroq har doim tuyani bolasi deganda bu taloq tushunilmaydi. Shuning uchun u kishini xayoli boshqa yoqqa ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu shaklda hazil mutoyiba qilgan ekanlar. Bizda hazil deb aytiladigan ma'no arablarda mizoh yoki mazax so'zlari bilan ifoda etiladi. Aslida hazil so'zi ham arabcha, ammo arablar uni boshqalar bilan bo'lgan so'zlashuvda yengil va beozor kulgili gap ma'nosida ham ishlatishadi. Bizda esa aksincha, mazaxni birovni ermak qilish ma'nosida tushuniladi. Hazil do'st, birodar va tengdoshlar orasida olib boriladigan so'zlashuvda yengil va beozor, kulgili gap ma'nosida bo'lsa, mandub hisoblanadi. Albatta bunda ozor, zarar, g'iybat, masxara, ayblashga o'xshash narsalar chetda bo'lish shart qilinadi. Me'yoridagi hazil mutoyibada mehnat mashaqqatlari va turli ta'sirlardan bir oz yengillashish hamda xushvaqtlik topish bor. Ahli ayoli va bola chaqasi bilan hazil mutoyiba qilish esa musulmonlarning shiori va nabiylarning axloqidir. Yolg'on tufayli qalbni mog'or bosadi. Molik unga Abdulloh ibn Mas'udni banda yolg'onda davom etaversa, qalbiga qora dog'lar tushib borib, oxiri qalbi qorayib ketadi va Allohning huzurida yolg'onchilardan deb yozilib qoladi degani etganini aytdi. Banda bir og'iz yolg'on gapirsa, qalbiga bir dona qora dog' tushadi. Yana bir og'iz yolg'on gapirsa, qalbiga yana bitta qora dog' tushadi. Asta-sekin yolg'onni soniga qarab, qalbidagi qora dog'lar ham ko'payib boraveradi. So'ngra qalbni bir qator qora dog' bosib bo'lgandan keyin birinchi qatlamni ustidan dog' bosish boshlanadi. Oqibatda dog'lar qavatlari ko'payadi va mazkur qalbini egasi katta gunoh qilsa ham burniga pashsha qo'nganchalik ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Ha, inson gunoh ishlarini qilaversa, jumladan yolg'on gapiraversa, qalbini mog'or bosib, hech narsa ta'sir qilmaydigan holga kelib qolishi shubhasiz. Bu esa mo'min banda uchun cheksiz musibatdir. Yolg'onning sassig'idan farishta qochadi. Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam agar banda yolg'on gapirsa, u qilgan narsani sassig'idan farishta undan 1 mil nariga uzoqlashadi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Bu qanchalik dahshati, bu dunyoda bandadan qo'riqlab turish uchun biriktirilgan farishta ham uning yolg'oni sassig'idan hazar qilib undan qochar ekan. Farishtasi o'zidan qolgan odam kim degan odam bo'ladi? Xalq ichidagi falonchini farishtasi yo'q degan kabildagi gap bejiz emas. Shuning uchun ham zinhor va zinhor yolg'on gapirmaslik lozim.